Assalomu alaykum Pickup Uz kuryerlari, hurmatli bizani oq ukalar, opa singillar, joninglar somi, bardan baquvvatmisizlar. Hayit ayyom hammalarga muborak bo'lsin. Joninglar har doim sog' bo'lsin. Har doim baxt va taxt sizlardan yuz o'girmasin. Tani joninglar sog' bo'lsin. Yana bir bor hayit ayyom muborak bo'lsin. Hop, ko'pchilik so'rayotgan savollarga birin-ketinlik bilan qisqa javob beraman. Oq ukalar, hozirgi paytda Veli tarifida ish qanaqa bo'lyapti deganlar uchun Veli tarifida hozirgi paytda 80 mingdan 250 minggacha pul topilyapti. U ham harakatga bog'liq. Hop, skuter, mototsikl, baykda qanaqa pul topilyapti deyilayotganlar uchun skuter, mototsikl, bayk bular pashti mashinani topayotgan puli bilan bir xil pul topishyapti. Faqat harakat bo'ldi, boshqa hech narsa emas. Ozgina aql ishlatilinadi. Hop, professional kuryerlardan yaxshilab so'ralinadi. Ishi qanaqa bo'layotgani to'g'risida o'rganilinadi va gazini bosib ishlanaveriladi. Xudo xolisa avto bilan moto kuryerlarni topayotgan dohodini, ya'ni bizada ko'rinayotgan narsani birin-ketinlik bilan aytib o'taman. Hop, skuter, ya'ni moto kuryerlar hamda avto kuryerlarni topayotgan puli bilan qiziqyapsizlarmi? Biza ichki o'zimizni ko'rinadigan, ya'ni balansni ko'radigan kompyuterimizda ko'rdikki, o'rta hisobda, ya'ni eng past hisobda 300 mingdan, ya'ni avto aytganimda hamda moto kuryerlar pashti bir xil pul topadi. 300 mingdan boshlanib 1 milliondan ziyod pul topilyapti bir kunda. Bu bir kunlik dohod. Bu slotda ishlanayotgan holat hamda ozgina shu ishni tushunchasini tushunib, hamma narsani bilib, o'rganib ishlayotgan ukalar yaxshi pul topishyapti. Slotsiz ham ishlayotgan ukalar 300 mingdan 400 minggacha ishlashyapti. Hop, endi afzalligiga kelsak. Afzalligi slot bilan slotsizni afzalligi. Slotda, ya'ni afzalligini tushuntirib o'taman. Slotda har bir zakazinglar garantiyali summa bilan yopiladi. Ya'ni belgilangan pul bilan yopiladi. Sizlarga yalnız va'da qilgan pul bilan, ya'ni 30 mingdan 40 ming, 45 ming, 50 minggacha ko'tariladi ba'zida. Shu summagacha yopilinadi. Har bir buyurtma, har bir zakaz. Hop, agar slotsiz ishlasanglar, yalnız berayotgan summa, ya'ni garanti yo'q o'tda, berayotgan summa, yo'lkirani summasini o'zi hisoblanadi. Tushuntira oldimmi? Joninglar sog' bo'lsin. Xullas aytganimdek, avto va moto kuryerlar 300 mingdan 1 milliondan oshiqqacha pul topilishyapti. Bizani Pickup Uzda. Kelgan yana ba'zi savollar bo'lyapti. Qanaqa mashinalar ulansa bo'ladi shu avto kuryerlikka deyishyapti. Xohlagan mashinalar ulansa bo'ladi. Zaporoj bo'lmaydimi? Hop. Yana primer tarifiga tushadigan Honjilar bo'lmaydimi? Farqi yo'q. Bu sizlarning o'zingizlarning ishlashingizga bog'liq, o'zingizlarning harakatingizga bog'liq. Hop, keyin so'rashayotgan yana bir savol. Benzinda ishlasa bo'ladimi? Конечно bo'ladi. Ishlab yurgan odamlar bor benzinda. Yana bir bor aytaman, harakatga bog'liq, izlanishga bog'liq va ishlashga bog'liq. Tani joninglar sog' bo'lsin. Kim podpiska bosmagan bo'lsa, shundoq tirs qilib podpiskani bosib qo'yamiz. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, tirs qilib like ga bosib qo'yamiz. Hamda kommentariyada sizlarga nima qiziq bo'lsa, shuni ham yozib qoldirasiz. Shuni ham video qilib chiqamiz. Kim bizani parkka podключение qilmoqchi bo'lsa, shunday Yandex navigatorga kirasizlar. Sulton Ali Mashhadi 186 deb yozsanglar, to'ppa-to'g'ri Pickup Uz ofisiga olib keladi. Tani joninglar sog' bo'lsin. Video yoqqan bo'lsa, sizlardan bitta like hamda podpiskani kutib qolaman. Joninglar sog' bo'lsin.